Sizlar bilan Boburbek DLS kanali. Bugun sizlar bilan mana bu o'yinchilarni full qilamiz. Endi bu Carvaxalga ham qo'shiladi. Bu o'yinchini o'tgan videoga olaverdik. Mayli ko'k bo'lishiga qaramasdan kuchaytiramiz. Kuchaytirgichlar bu kuchayishiga mana yetadi va ikktasini sotamiz. Darvozabonlarni emas, aksincha o'yinchilarni sotamiz. Agar o'yinchilar bo'lsa, bu o'yinchilarga qo'shilib ketadi. Shuning uchun to'liq darvozabon qilib olish kerak va bo'ldi. Carvaxal bilan bu. Modric. Bizga boshiga keluvdi Modric ham. Nima qilamiz, qulflaymizmi? Lekin 2 kunga ola olamanmi? Avval kuchaytiraylikchi. Endi boshladik. Yaxshi, birinchisidan shunga tushdi. Kuchayish sal o'zgarganmi deyman. Kuchayishini qaranglar. Mayli. Yaxshi. Menimcha bu o'yinchiga kuchaytirgichlarimiz yetadi. Tezligidan 100 chiqarib olish kerak. Va Carvaxal 80 chiqyapti. Va kuch darajasi 87 va 97 bo'lmoqda. Va Carvaxalning kuch darajasi 73. Ovozini sal aniqlashtiramiz. Va 87 bo'lmoqda kuch darajasi. Endi kam qoldi. Carvaxalning tezligi 80 bo'ldi. Yaxshi, to'p nazorat qilish 90. Va endi mana bu ikkitalikni bosamiz va full bo'ladi menimcha. Yo'q. Yaxshi, 2-2. Menimcha bitta qoldi full bo'lishiga. Bitta shu. Oddiy darajadan beramiz. Va Carvaxalga tushmoqda. Va tezligi yana Carvaxal. Va yana Carvaxal. Kuchi. Va nihoyat o'yinchiga tushdi, lekin full bo'lmadi. Yana bitta kerak va full bo'ldi. Yaxshi. Lekin bitta ham 100 chiqqani yo'q. Lekin bu ko'kligi uchun yaxshi, yomon kuchaymadi. Xo'p. Endi nima qilamiz? Bu kuchaytirgichlarni tugatib qo'yamizmi? Carvaxal uchun. Bosamiz. Yaxshi, kontrolga tushdi. Carvaxalni ham olib qo'yish kerak. Faoliyatini shotiga uncha tushishi kerak emasda. Faoliyatini tugatadi yaqinda. Shuning uchun Carvaxalni olib kuchaytirib qo'ygan yaxshi deb o'yladim. Va Carvaxal ham ancha yildan beri
Real Madridga o'ynaydi. Va buning ham faqat pasiga bersam bo'ladi, lekin undan keyin mana bu tepadagi kuchaytirgichlarni berib qo'ydim. Va mana 84 bo'lib qoldi. 85, 85, 75, 74. Yaxshi. Mana hozirgi reytingi. Yomon emas, men hali buni kuchaytiraman. Modric. Qullaymi shuni? Xo'p. Juda yaxshi ketyapti. Mana ikkita hujumchimiz full. Ja, endi buni hali kelajakda sotaman, lekin hozircha emas. Va Carvajal ancha kuchaydi. Va shunday videolar chiqishi uchun podpishka qilinglar. Obuna, like. Sizlar bilan Boburbek Dilasek kanali bo'ldi.